Bir kunda emas, bir kunda bir necha marta. Ertaman savdo qilasiz, abitda savdo qilasiz, kecha payt savdo qilasiz. Qarz to'g'risida oyat aytish kerak, qarz to'g'risida hadis aytish kerak, qarz to'g'risida she'r aytish kerak, qarz to'g'risida voqealarni odamlar yozish kerak. Bermayapti odamlar qarzini. Nimaga bermaydi? Qo'yni nasoslab, damlab bozorga olib chiqib sotgan odamlarni eshitib biz hayron qolganmiz. Shu darajada bay, to'g'ri so'zlay turgan, omonatgo'y bo'lgan savdogar odam, biznesmen odam payg'ambar men bilan turadi deyapti. Men klient olib kelaman sizga deydi. Shu klientdan menga pul chiqarib berasiz deydi. Savdogar ham rozi shunga. Uyda kelsa hech narsani bilmaydi, o'tiraveradi. 3tasini chaqirib keling debdi. 3tasini chaqirib, sen nima sotasan? Material. Materialdan qancha zakot beradi? Qancha qanday bo'ladi? Nima qiladi desa hech narsani bilmaydi ekan. Biznes qilaylik, tijorat qilaylik, do'kon oching, qiling, savdoda muammo yo'q. Faqat savdoni shartini qo'yib qiling. Bismillahirrohmanirrohim. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu va nasta'inu bihi va nastaghfiruhu va na'udzu billahi min shururi anfusina va min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu va man yudlilhu fala hadiya lahu. Alloh taologa cheksiz maqtovlar, hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli jamoat, juma kunimiz Alloh taolo fayzli, barakatli qilsin. Bugungi jamoatga aytilish kerak bo'lgan bayon savdo sotiq qiluvning erejalari, adablari, al-bay' va shiro. Musulmon odamdiyu, musulmon emas odamdiyu har kunlik hayotida bo'ladigan savdo sotiq, oldi berdi, uni odoblari, uni ko'rinishlari, o'sha savdoning erejalari, oldi sotiqning erejalari degan bayonni jamoatga inshaalloh aytishga harakat qilamiz. Biz bilamiz, hurmatli jamoat, kundalik yashovda odamlar ko'p uchurda savdo qilishadi deydi. Bir kunda emas, bir kunda bir necha marta. Ertaman savdo qilasiz, abitda savdo qilasiz, kecha payt savdo qilasiz. Odam savdosiz yurmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Baqara surasida ahallallohul bay'a va harramar riba. Alloh savdoni adol qildi, halol qildi. Riboni, sutxo'rlikni harom qildi deyapti. Qalu innamal bay'u mislu riba. Bu yahudiylar savdo bilan ribo bir-biriga o'xshaydi dedi. O'zi o'xshaydi, prosent qo'yadi do'konchining hammasi. 100 so'mga olganiga 110 so'm sotsa 10% qo'ygan bo'ladi. Lekin u emas. Alloh taolo aytayaptiki, ahallallohul bay'a, savdoni Xudo halol qildi va harramar riba, riboni Alloh taolo harom qildi. Tamom. Bu bunga o'xshaydi deyishga biz haqqimiz yo'q. Bu gapni yahudiylar aytgan ekan. Shuning uchun musulmon odam kundalik yashosida odamlarning ko'p uchunda savdo qilishadi. Savdo bir g'ana aqcha almashtiruv emas, balki deyapti, mana tarixda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam davrida bodiya, qishloqdan, adirdan, tog'dan, cho'ldan odamlar har xil narsalarni olib kelar edi. Sariyog'ini, qurtopini, shunga o'xshagan tog'dan olib kelardi. Badaviylar. Madaniylar uni almashtirishar edi. Kilosiga, haligi o'zini turishiga qilib almashtiradi. Buni nomini o'sha almashtirish deyiladi. Hozir endi qog'ozlik pullar chiqib qolgandan keyin pulni beradi. Shu pulga yarashasini olib ketaveradi. 1 kilo, 1,5 kilo bo'lib. Al-muhim shuni hammasi nima deyiladi? Savdo deyiladi. Savdoning adabdari. Islomda savdoni adilat bo'luvga, chinchil bo'luvga, aldamchilikdan xolis bo'luvga chaqiradi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisda aytgan, kim sotganda da, sotib olganda da, qarz o'ndirganda da keng peyil bo'lsa, Alloh taologa rozi bo'ladi deyapti. Bunga o'xshash hadis bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam rahimallohu rajulan idza ba'a samhan va idza ishtara samhan. Musulmon odam qachon bir narsani sota turgan bo'lsa, o'sha sotayotgan narsasini, bizda odat bor, bilasizlar. Sotayotgan narsang arzon, olayotgan narsang qimmat. Har doim shunaqa.
Bayda bilinadi odamlar, shu savdoda bilinadi odamlar. Qudachilikda bilinadi odamlar. Qo'shnichilikda bilinadi odamlar. Yo'lda, ko'chada bilinadi, qarzda bilinadi, safarda bilinadi, masjidda bilinmaydi, oshda bilinmaydi, samorda bilinmaydi. Bilinadigan boshqa o'zining joylari bor. Ikkita qudani urushayotganini ko'rsangiz, Firavn davlatlardan qolib ketganlar yana yashayapti deb o'ylaysiz. Shayton ishni tashab shularga beribdi deb o'ylaysiz. Ikkita qo'shnini 1 metr joyda talashganini ko'rib hayron qolasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ad-din, al-muamala, din degan muomala dedi. O'sha muomalani eng ko'p qilinadigan hurmatli jamoat savdo, mashina bozorda, mol bozorda, chek bozorda yaxshi chekni ustimiz sotish to'xtab qoldi. Mana bittasiga chekini sotib, narginisiga sotib, uni uchinchisiga ham sotib qo'yadi ekan. Bunisi borib yerda endi agorat qilaman desa, keyingisi shag'alab keladi, men bu yerga uy solaman deb. Bu haram shariatda. Qur'onda haram, bu hadisda haram. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda rahimallohu rajulan samhan. Alloh taolo bir odamga o'zi rahim qilsin. Keng peyil bo'lgan odam. Qanday odam desa, idza ba'a samhan. Bir narsani sota turgan bo'lsa, o'sha odam juda uni oshkicha qilib, maqtab, chegaradan o'tkazib sotmaydi. Va idza ishtaro samhan degan shuyla sotayotgan odam bir klientga, haligi xaridorga aylanib qolishi mumkin-da, yerga urib tashlaydi. Olayotgan odam. Shu payg'ambarimiz sunnatda yo'q ekan shu narsa. Sotayotgan bo'lsak, o'zini holatida sotamiz ekan. Olayotgan bo'lsak ham o'zini holatida qilib, o'ta qattiq yerga urvormagan holatda olamiz. Mana shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan sunnat bo'ladi. Kim sotganda da, sotib olganda da, qarz o'ndirganda, qarz to'g'risida oyat aytish kerak, qarz to'g'risida hadis aytish kerak, qarz to'g'risida she'r aytish kerak, qarz to'g'risida voqealarni odamlar yozish kerak. Bermayapti odamlar qarzini. Nimaga bermaydi? O'zi nimaga oladi? Mashinaga, telefonga ham qarz oladigan odamlar bor ekan. Keyin uni bermaydi. Qo'lingdan berasan, hech kerakmay ololmaysan keyin. Qarz bo'lsa, hurmatli jamoat, buni ko'p jamoatga biz eslatib aytyapmiz. Bu yerda janozada o'sha odamning qarzini so'raymiz, bilasizlar. Janozada biroq qarzini bo'yniga oladi, o'shandan keyin janozasini o'qiladi. Bo'lmasa o'qilmaydi. Shuni qarzni imkon yo'q bo'lib bermasa mayli. Fa naziratun ila maysara. Imkon bo'lguncha kutib tur degan oyat bor. Cho'ntagida puli bo'lib turib, unga bermasa bu bo'lmaydi bu narsalar, hurmatli jamoat. Qarz o'ndirganda da keng peyil bo'lsa, Alloh taologa rozi bo'ladi. Demak, deyapti, muallif aytadi, jumshoqlik, jana adaletlik savdoning berekasi. Ikkinchi bo'lim sotuvchining odablari. Siz bir narsani sotyapsiz, sizga qanday odoblar kerak? Chindiqni aytuv. Aldab sotmaylik, hurmatli jamoat. Buni endi menga aytyapti demaymiz, hammaga aytamiz. Juma masalasi shunday bo'ladi, bilasizlar. Hammaga tegishli. Qachondir hayotimizda hammamiz sotuvchimiz. Va har kuni yo 2 kunda bir hammamiz oluvchimiz. Shu yerda yolg'on gap aralashadi. Shundan qaytaryapti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir kuni bozorga bordi. Hadisda keladi, payg'ambar bozorga bordi. Ular bozorga borgandan keyin bir odam xurmosini juda chiroylilarini ustiga terib qo'yibdi. Chunki yanidan o'tib ketayotib ko'rsangiz, ko'zing quvonib shuni sotib oladigan chiroylilarini terib qo'yibdi-da. Hammasi shundaymi deb so'radi. Shu xurmolaring mana qopda deylik yo paqirda, idishda, tog'orada, shuni ustidagi, o'rtadagi, tagidagi hammasi shundaymi dedi. Keyin payg'ambarimiz muborak qo'llarini haligi idishni ichiga soldi, ichida achigan, aynigan, buzilib ketgan xurmolar bor ekan. Haligi qopda deylik, ichida. Nimaga dedi, yomonlarini ustiga qo'ymasdan yaxshilarini ustiga qo'yib qo'yding dedi. Qolaman g'ashshana falaysa minna. Aldab bizga savdo qilayotgan odam bizdan emas dedi. Yolg'on gapni gapirib, elni aldab, bu zo'r, bu yaxshi deb sotayotgan odam bu
Musulmon emas bu degan ma'no kelyapti. Xudo kechirsin, qo'rqituv hadis, dindan chiqmaydi u. Lekin man g'oshchana falaysa minna, aldab sotayotgan odam bizdan emas dedi. Shuning uchun bu kishi aytayapti, chinlikni aytuv, aldamchilikdan xalis bo'lib, tovardan kemchiligidan jashir bo'l. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizni aldagan, bizdan emas degan payg'ambarimizning hadislari bor. Mashina sotadi. Ayb chiqadi, xiyarul bay, xiyarul shar, xiyarul ayb. Aybi bordi, muddati bor u nimada? Mashina sotsak, aybini aytib sotaylik, hurmatli jamoat. Bu mashinam o'ng tarafdan bitta, chap tarafdan bitta yaxshilab yegan mashina. Shuning uchun arzon bu. 3-klaska bu. Benzin rasxodi ko'p buni. Falonchi aybi bor. Olasizmi deyish kerak. Hamma ishni, hammasini. Ko'p ishlarning nihoyasi masjidda bityapti baribir. Yo qoziyatda, muftiyatda, masjidda, imomda. Ha desa, bu mashinalar bunday ekan, bu bunaqasini aytmagan, bu bunday aytgan, men unday deb o'ylabman deb aldab qo'yapti. Mol sotsak, qo'y sotsak aldab sotmaylik, hurmatli jamoat. Molimizni 2-marta tug'ishi deydi, 5-marta tug'ishi 6 litr sut beradi deydi, 1,5 litr sut beradi. O'zi deydi, sotmasoq deydi, o'zi kasal. Qo'yni nasoslab, damlab bozorga olib chiqib sotgan odamlarni eshitib biz hayron qolganmiz. Shu darajada bay. Halallohul bay, harrama riba. Bay bilan har kuni biz shug'ullanamiz. Savdoni har kuni qilamiz. Bu ona Xitoyda haligi bo'lar-bo'lmas narsalarni o'zi aslida bola chaqaga ham har xil narsani ham yedirmashsak yaxshi bo'lar edi. Shularga ham biz bemalol bo'lib ketdik. Aldamasdan sotish degani bizda aldagan bizdan emas degani, hurmatli jamoat. Ko'p ekanda endi aytadigan narsa. Mayli. Aldab savdo qilmaylik. Aybini yashirib savdo qilmaylik. Aybni bekitib aldab odamlarni onday emas deb sotib aldamaylik. Baraka bo'lmaydi. Foyda bo'ladi, baraka bo'lmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisda o'shanday deb aytdi. Rahimallohu rajulan qala nabiy sallallohu alayhi vasallam hadis at-tajirul amin as-saduqul muslim ma'an nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i yawmal qiyamati. At-tajirul amin degani omonatgo'y, chinchil, to'g'ri so'ylay turgan, to'g'ri gapirib sota turgan odam al-amin omonatgo'y. To'g'ri so'z ham omonatgo'y ham. Aybini aytib sotadi. Buni bizning mazhab boshimiz savdogar bo'lgan. Bu kishining ko'p qissasi bor. To'g'ri so'z musulmon omonatgo'y eka birga keladi. As-saduq al-amin. Aldamaydi va omonatgo'y savdogar kimdan birga bo'ladi? Ma'an nabiyyina, o'sha kishi payg'ambarlarman qiyomat kunida cho'g'i turadi deyapti. Bu yerda do'konlar bor, odamlar savdo qiladi, uyda savdo qiladi, telefonda savdo qiladi. To'g'ri gapirib sotsa, shu shahidlik maqomini oladi ekan. Ma'an nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i yawmal qiyamati. Qiyomat kunida at-tajir as-saduqul amin, to'g'ri so'ylay turgan, omonatgo'y bo'lgan savdogar odam, biznesmen odam payg'ambarman birga turadi deyapti. Nimaga? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Xadija onamizga uylanishdan oldin Xadija onamiz Maysarani qo'shib shu dedi, nimaga Shom diyoriga safarga birga borib kelsangiz, payg'ambarimiz laqabi al-amin, omonatgo'y. Hech xiyonat qilmagan payg'ambarimiz, omonatgo'y bo'lgan. Shu Xadija onamiz Makkaning eng boy ayoli ekan. Hamma pullar bor ekan. Savdogarlar, qo'lda ishchilar bor ekan. Er bilan ayol deydi. Erdan ko'ra xotini boy bo'lishi mumkinmi desa, ha, mumkin. Xotin boy bo'lishi mumkin. Xotin eriga pul berib turishi mumkin, masalan. O'zini zakotini chiqarishi mumkin, o'zini tijoratini qilishi mumkin. Bozorga borib qilish shart emas, lekin u kimnidir ishlatib qo'yishi mumkin. Xadija onamiz o'shanday bo'lgan. Xadija onamiz boy edi, omonatgo'y tijoratchini istab yurganda payg'ambarimiz aytdi, Muhammad degan bir kishi bor, mana 24 yoshda. Shu kishi omonatgo'y, Shom diyoriga shu kishini jo'nating deganda, Maysara degan ishchisi bilan birga
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Xodija onamiz hamma mol mulklarini solib, tuyalarga qilib, qancha 100 ta tuyada Shom diyoriga jo'natib yubordi. Men aytay deganim, payg'ambarimizni birinchi kasbi kuntu ar'a al-ghanam li ahli Makkah al-qararit deydi. Ozgina pullarga Makkaliklarni qo'yini boqib berardim dedi. Payg'ambarimiz cho'pon bo'lgan. Qo'y boqib bergan. Shunga bir qo'y boqish kerak. Qo'yni haydab bir boqib ko'rish kerak deydi ulamolar. Ra'al ghanam va sadal umam deydi. Avval qo'y boqdi, keyin ummatlarni boshqardi. Birinchi kasbi. Ikkinchi kasbi nima desa, ikkinchi kasbi payg'ambarimiz tijoratchi bo'lgan. Ikki taraflama. Faqat olib yoki faqat sotib emas, olgan va sotgan. Xodija onamiz aytdi, shu mana 100 ta tuyandagi narsalarni Shomga olib borib sotasiz. Buni narxi buncha, buni narxi buncha, buni narxi buncha. Anan qaytishda Shomdan boshqa narsalarni sotib olib kelib, bu yoqqa qayra sotasiz dedi. Maysara aytadi, biz deydi Makkadan to Shomga borgunimizcha ustimizda bitta bulut billa ketdi deydi. Salqin qilib. Makkaga borganimizdan keyin odamlar keldi. Klientlar hammasiga narsalarni sotdik. Hech bunday sotmagan ekanmiz. Shunday Xudo barakasini yog'dirib yubordi dedi. Bu payg'ambarning barakasi bu. Birinchi bo'lib sotdik. Lekin payg'ambarimiz birta tiyiniga xiyonat qilmadi dedi. Biznesni boshlaysan, tijoratni boshlaysan, sherikka ishonasan, yarim sekretda aytasiz, moyabdamonda aytmay, bo'ldi, xiyonat qiladi-da. Juda ko'p joyda shunaqa. Birovni ishonib kassaga qo'yasan, pul chiqmay turaveradi. Birovni bir yoqqa tijorat qilib jo'natasan, anday bo'pti, manday bo'pti deb ketaveradi. As-saduqul amin emas-da. To'g'ri so'ylay turgan, omonatga o'zini o'rniga qo'ya turgan odam emas. Xiyonat qiladi. Maysara aytadi, payg'ambarimiz borib deydi, hamma narsani birinchi bo'lib chiroyli sotdi, omonat bilan sotdi. Qaytib kelishda narsalarni arzonga chiroyli qilib oldi. Shuni ko'rgan Xodija onamiz savdodan kelgandan keyin hisob kitob berilib, mana buncha sizga, buncha bizga bo'ldi. Xodija onamiz darrov sovchi qo'ydi. Bu kishi dedi, omonatgo'y ekan. O'zi Muhammad Amin edi, omonatgo'y ekan. Shu kishiga aytinglar, men turmushga chiqsam bo'ladimi dedi. Payg'ambarimizga sovchi qo'ydi, payg'ambarimiz qo'ymadi. Payg'ambarimizga qo'ydi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam maslahat qilib, mayli, men uylanaman dedi. Va bilasizlarki, Xodija onamizga uylandi. Adilettu ba qo'yu o'ta qimmat to'g'a eldan muhtojligini foydalanmoqlikka chaqiradi deydi. G'obnul fahish degan bizda fiqhda bir bob bor. Bir narsani olib, mana adnarazi stakanni olib 1 so'mga, buni 9 so'mga sotish shart emas. Ehtikor oldin bo'ladi, hozir yo'q. G'obnul fahish sotsa bo'laradi. Biroq elni ustiga o'ta qimmat bo'lib ketadigan narsani ustiga ko'p narxni qo'yish bizi shariatda qaytarilgan ekan, hurmatli jamoat. 3-4 xil qilib sotib yuboradi keyin. Savdo haqida ko'p narsani aytish kerak. Haligilarda aytish kerak, ayniqsa ustalar o'tiribdi ko'p ichimizda. Men sizga klient olib kelaman deydi. Santexnikaga yoki kraskaga, kafelga, yana nimaga. Men klient olib kelaman sizga deydi. Shu klientdan menga pul chiqarib berasiz deydi. Savdogar ham rozi shunga. Uyda kelsa hech narsani bilmaydi, o'tiraveradi. Usta ham rozi. Usta uyda kelsa qilganidan ham pul oladi, narigindan kesib olganidan ham oladi. Baraka topmay qoladi keyin ko'p o'rinda. O'ta qimmatda to'g'a chaqiradi. Eldan muhtojligini foydalanmoqqa chaqiradi. Koronavirusda eslasanglar, unda narxi minutiga ko'tarildi. Musulmonchilik jildib turmayapti. Surmayapti musulmonchilik dedi. Unda narxini minutiga qo'shdi odamlar. 5 minutdan keyin qarasang 100 so'm qo'shilgan. Yana 10 minutdan keyin qarasang yana 500 so'm qo'shilgan bo'lib ketdi. Shaharda un tarqatyapti desa, beli organ odamlar beli putunlardan oldin olib qo'yib bordi. Bir kop un kerak odam 10 kop un olib qo'ydi. Biz masjidda o'tirgan hammamiz musulmonmiz, hurmatli jamoat. Biz ansor bo'la olmaymiz ekan, muhojir ham bo'la olmaymiz ekanda. Ansorlarga muhojirlar keluvdi, uyni yarmi senga dedi. Xurmozorni yarmi senga dedi.
Xotinimni ham bittash senga dedi. Sen tanlasang dedi, bu o'tib tushgan joyi. Sen qara qaysi biri chiroyli bo'lsa men talog'ini beraman, iddasi chiqqandan keyin avvalo sen boshidan hayot boshla dedi. Mana uy, mana tijorat, mana xotin dedi. Biz bitta unda yiqilib tushdik. Olib, tortib qochib kelgan musulmonlar bir-birini o'ylasa yaxshi bo'ladi. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa ma yuqshuha nafsihi fa ulaika humul muflihun degan oyati karima. Boshqa odamlarni o'ylasak yaxshi bo'ladi. O'lchamni taq beru keyingisi. Alloh taolo o'lchamni jana tarozini adlet bilan beruvga chaqiradi. Vaylul lil mutaffifin va vaylul lil musallin. Vayl do'zaxda bir vodiy bizda yo'q deb o'ylayman, alhamdulillah. Ancha-muncha chiqib qolmasa, tarozini buzish. Ikkinchi ma'nosi bir tovarni boshqasi deb sotish. 92 benzinni sotadi, 95 deb. Unni sotadi, boshqa unni boshqa deb sotadi. Vaylul lil mutaffifin degan aldab qo'yishlik. Sortini boshqa deb sotishlik bizda yo'q. Shariatimizda yo'q. Mana shu narsani nima deydi ekan? Vayl al mutaffifin. Aldab qo'yganlar allazina alan nasi shundaki odamlarga tarozisini buzib yoki sifatini buzib sotadi. Jalg'an ant berbu. Ko'p ant beru tovarni o'tkirib, biroq berekani yo'q qiladi. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Qasam ichish to'g'risida al-halafu munafiqatun lis-sil'ati mumhiqatun lil barakati degan muttafaqun alayhi yondashmasa. Muttafaqun alayhi bo'lgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaysi bir odam qasam ichib savdosini ant berib savdosini qila turgan bo'lsa, zo'r pul topadi deyapti. Qasam ichib aldab tashadi. Shuni oling, shundan boshqasini olmang dedi. Shu eng zo'ri dedi. 100 ming pul topadi, 10 mingday barakasi bo'lmaydi deyapti. Aytgan pul tushiradi, kashalokka kelib, cho'ntakka tushiradi. 1 million savdo qiladi, 5 million savdo qiladi. Lekin 5 million 50 mingchalik foyda ko'rmaydi shuni. 50 mingchalik hayotiga foydasi bo'lmaydi shu narsaning. Bitta aptekachini aytishdi yaqinda menga, 3 barobar qo'yib sotayotgan ekan dorilarni. Odamlarga. Bilmayman kimligini, keyin kelib bir oyarim so'ramasin, adresini aytib qo'ying dedi. Bilmayman, birov aytdi menga, o'sha odamni ham esimdan chiqarib qo'ydim. Shunaqa bittasi ekanda, misol shuni aytayapman. Keyin odamlar bormay qo'yibdi. Ko'ribdi foydasini, ozgina oldin. Musulmonlar og'riyapti. Manisada odam to'ldi. Qo'sh doriga narxlarini qimmatlattir deb. Qancha shu og'riyotgan yarim musulmonning doriga yo puli bor, yo puli yo'q. Yana mana ekahat. Ekalasi ham jigar to'g'risida operatsiya, har kuni 10 ta operatsiya. Kasal. O'sha paytda musulmonlarga yordam beraylik, hurmatli jamoat. Aptekachi bo'lsak, o'zing narxiga ozgina, ona nalogga, to'qqa, falonchi o'zingizga chiqaring, tamom, 3 barobar qo'shmang. Bu o'zi o'lyapti. O'lgan ustiga tepganda shuni aytadi. Doktor ham sal o'zini tartibga qo'ysin, tamom. Rahmat deylik, doktorlarimiz chiroyli xizmat qilib berishdi. Mana yaqinda tinchlik bo'lib turgan paytda. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytayaptilarki, qaysi odam savdosini qasam bilan sota turgan bo'lsa, o'sha odam sotgan narsasida puli ko'p bo'ladi, barakasi yo'q bo'ladi deyapti. Pul ko'p bo'ladi, barakasi bir tiyin bo'ladi. Hech qanday baraka bo'lmaydi. Keyingi hadisda ya'ni yahudu ahadukum hablahu fayati bi huzmatil hatab. Sizlarning ichingizdan qaysi bir odam ipini olib toqqa borib, cho'lga borib, yo uzoqqa borib, o'tin terib keladigan bo'lsa, Alloh taolo o'sha odamni do'zaxdan saqlaydi. Nima uchun shunday qildi desa, bu savdo qilish uchun, o'tinni sotish uchun, odamlardan tilamchilik qilmaslik uchun. Bizning elda tilamchilik degan narsa yo'q. Biroq hurmatli jamoat, qaysi odam tilamchilik qilib eshigini ochsa, Alloh taolo unga kedaychilikda eshigini ochib qo'yadi. Tilamchilikda eshigini ochsa. Bu nima degani desa, savdo qilaylik, biznes qilaylik, tijorat qilaylik, do'kon oching, qiling, savdoda muammo yo'q. Faqat savdoni shartini qo'yib qiling. Haqqini berib qiling. Imom Malik esimdan chiqdi. Bir olim odam aytgan ekan, savdoni hukmini bilmagan odamni bozordan qo'lidan yetalab olib chiqib qo'yiladi degan ekan. Savdoni hukmini bilmagan odamni, savdoni bobini bilmagan odamni, savdo haqida bu hali bir qaroqchining qissasi bor-da, bir qaroqchi cho'lda ketayotganlarni nimasini, tovarlarni olib qo'yibdi, hamma nimasini. Ichida bitta olim odam bor ekan. Sen harom ish qilding debdi savdogarga borib.
Sen bularni debdi, qaroqchilik qilding, harom ish qilding, olib qo'yding bularni degan ekan. Bularni shunaqa qilib jazolash kerak debdi. Nimaga desa, 3tasini chaqirib keling debdi. 3tasini chaqirib, sen nima sotasan? Material. Materialdan qancha zakot beradi? Qancha qanday bo'ladi? Nima qiladi desa, hech narsani bilmaydi ekan. Sen nima sotasan? Men tilla, kumush, falonchi, pistonchi. Tilladan qancha, kumushdan qancha, bergindan qancha zakot beriladi desa, bilmaydi ekan. Uchinchisini chaqirib kelsa, yana ziroat, bug'doy, arpa bir narsalar. Qancha ushur beriladi? Qancha qanday qilinadi? Nima qilinadi desa, hech narsani bilmaydi ekan. Ko'rdingmi debdi, bularning pulinglar biladi. Na zakotni biladi, na bayni biladi, na u xiyarul ayibni, xiyaru boshqa nimalarni hech narsani bular bilmaydi. Bularni shuna qilish kerak debdi. O'zi u gapi noto'g'ri, lekin berigi so'zga to'g'rilaydigan bo'lsak, musulmon odam qilayotgan ishini hukmini o'rganib chiqish kerak. Men doktorman. Qayerda qanday qilishim kerak? Kerak emas bo'lsa, uni avratini ochib qarab o'tirishim kerakmi yo kerak emasmi? Ayollarga ham qarab o'tirishim kerakmi, kerak emasmi? Ushlashim kerakmi, kerak emasmi? Men dehqonman. Nima qilishim kerak? Ushurni qachon beriladi? Nisful ushur qachon beriladi? Men savdogarman, zapchast sotaman. Qachon qaytaraman, qachon olaman degan narsalarni musulmon odam bilishligi kerak ekan. Tovarni qarab chiqu, biroq o'sha tovarni kamchiligini aytbo debdi. Kamchiligini topsa, aytsin. Kamchiligi yo'q bo'lsa aytmasin deyapti. Xudo saqlasin. Shu mana so'zimizni nihoyatlaymiz, hurmatli jamoat. Ko'rmay turib ichida hozir bunaqa ayblar bor. Nima bo'lsa ham shuni pastga urish kerak degan niyat bilan bormash kerak ekan, hurmatli jamoat. Nariga odam ham qaysi klient kelsa ham hozir men uni aldab qo'yaman, ko'zini o'yaman, pulini olaman, shunday ishontirib yuboraman, sehrlab tashlayman deb niyat qilmash kerak ekan. Hurmatli jamoat, bu so'zda aytayapti, sotuvchiga rozichilik aytuv. Sotib olgan odam sotgan odamga rahmat, baraka toping deyish kerak ekan. Mol bozorda qo'lni uzib olay deydi, o'zi mol bozorga bitta traumatologga borish kerak. Nima desa, yaxshi so'z aytadi. Barakami deb turadi. Shu hadisga muvofiqda. Ha baraka deb qo'li keyin baraka deb uziladi. Qachon to'g'ri so'z bilan savdo bo'lsa, keyin baraka bo'ladi deyapti. Anan rozichilik aytish kerak. Rahmat, berekeli bo'lsin degan so'zlarni adeptu muomalaning belgisi. O'shonday qilib sotib olgan odamga, sotgan odam rozichilik bildirish kerak deyapti. Mana molingizni oldik, mashinangizni oldik, yana nimangizdir oldik. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Sen u ham rahmat, baraka toping. Ipini tashlab keting, qaytarib sizni ketib qolmas. Bizda shuna katta bidiyat bor. Nima bo'lsa ham ip qaytib kelsin deb aytib qo'yish kerak ekan. Alloh taolo hammalarimizga ham o'zi tavfiq bersin, hidoyat bersin.